İkinci pare. Ba'zi ahmaq kishilar ularni ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan yana Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando deydi. Ey Muhammad, aytqinki, mashriq va mag'rib hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchun edi. Allah hidoyat qilganlardan boshqalarga bu ya'ni qiblaning o'zgartirishi haqiqatan og'irdir. Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgirki Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyat ko'yimchandir. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turyapmiz. Seni cho'qim sen yoqtirdigan qiblaga yuzlandirmiz. Namozda yuzingni Masjid-i Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'linglar, namozda yuzinglarni Masjid-i Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar buning ya'ni qiblaning Ka'baga o'zgartirishining Parvardigori tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Allah ularning qilmishidan g'ofil emas. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafs xohishlariga bo'ysunsang, o chog'da sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'naydi. Ularning bir turkumi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshiradi. Haqiqat Alloh tarafidan kelgandir. Shunga hargiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Har ummatning yuz keltiradigan tarafi qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'linglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'adi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Qayerdan safarga chiqsang, namozingda yuzingni Masjid-i Haram, Ka'ba tarafga qilgin. Bu shaksiz Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. İnsanlar, Yahudilar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun, ey Muhammad, safar qilishga qayerdan chiqqan? Namozingda yuzingni Masjid-i Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, sizlar qayerda bo'linglar, namozinglarda yuzinglarni Masjid-i Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qiluvchilarla qiblaning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ulardan, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartirishga amr qilishim, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, Qur'onni va hikmatni, ya'ni sahih sunnatni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganinglarni bildiradigan bir payg'ambar avatdik. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Ey mu'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birlidir. Allohning yo'lida o'ltirilganlarni, ya'ni shahidlarni o'lik demanglar. Balki ular tirikdir, lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni bir oz qo'rqinch, bir oz qahatchilik, mollaringlar, jonlaringlar, bolalaringlar va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va ziyon zahmatlarga sabr qiluvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga bir musibat kelgan chog'da, ular biz albatta Allohning ig'dorchiligidamiz,
Allah'ның bandalarimiz cho'qim Allah'ның dargohiga qaytimiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridandir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qiluvchilar, farishtalar va mu'minlarni ularga la'nat qiladi. Faqat tavba qilganlar, amalini tuzatganlar, ya'ni Yahudilarning Tavrat ahkomlaridan yo'shirganlarni bayon qilganlar buningdan mustasno. Ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qiluvchiman, nihoyatda mehribondirman. Shubhisizki, kofir bo'lib, kofir peti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga taqitib o'tgan hayvonlarda, shamol yo'lnishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushundigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarni Allohga sherik qilib oladi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutganidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohni hammadan bek do'st tutquchilardir. Zolimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi, Allohga sherik keltirmagan bo'ladi. Ayni vaqtda agashtirguvchilar azobni ko'rib, agashguvchilardan ado juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashguvchilar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan ado juda bo'lgandek, bizmi ulardan ado juda bo'latdik deydi. Alloh ularga yomon ishlarning hasrat bo'ladiganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ey insonlar, zamindagi halol pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar, chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuradi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Alloh nozil qilgan narsalarga, ya'ni vahiyga ergashinglar deyilsa, ular yo'q. Ota-bobolarimizdan qolgan dinga ergashimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga ergashamdi. Kofirlarning ahvoli xuddi ma'nosini tushunmay tovushini va nidonla anglaydigan chorpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kofirlar haqni anglashdan g'asdir, haqni so'zlashdan g'achidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, yana Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Alloh sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir.
Allah kitobda nozil qilgan narsalarni yoshirdigan va uni ozg'ina pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga olib boradi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qildigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ana shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? Bu qattiq azob shuning uchunki Alloh kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Kitob to'g'risida ixtilof qiluvchilar cho'nqur nizodidir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zida yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodligiga erishishga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ey mu'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos elinadi. Qotil uchun diniy qarindish tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, o'ldirilguchining egisi qotildan diyat elishga rozi bo'lib, qisos elishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Qotilmu diyatni yaxshilikcha kechiktirmasdan, kemaytvatmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yenilikdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ltirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egilri, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ltirgan taqdirda o'ziningmi o'ltirilganligini bilsa, u odam o'ltirishdan yanadi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ltirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nohaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. Agar sizlardan biraylarni o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqrabolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishli burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartirib yetadi ekan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilguvchining savalligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning ya'ni vasiyat qilguvchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'za farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardir. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zini qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan oran tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyasini belgilangan miqdordan ortiq bersa, u o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ichib yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Eg'izinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan
Ramzan rozisining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qiluvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga orlashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga orlashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Allah o'zinglarni oldiganliginglarni, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qilib sizlarni afv qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzand talab qilsanglar, toki tongning oq yipi qora yipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rg'anga qadar yanglar va ichinglar. Ondan kashkirgacha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda, e'tikofda o'ltirgan chig'inglarda, kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Alloh belgilagan chegirlardir. Ya'ni ma'ni qilingan ishlardir. Onunga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh oyatlarini ularga mushundaq bayon qiladi. Bir-biringlarning mollarini nohaq yeyolmanglar. Bilib turib kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngiydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, o kishilarning tirikchilik, savdo-setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz echish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jaholiyat davrida qilganinglardek ihromdagi chig'inglarda o'ylarning orqasidan to'shik echib kirish yaxshilikqa yetmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egasidir. Ikromdagi chig'inglarda odatdagidek o'ylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni tajovuzchilarni uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan chiqarib o'tgan joydan sizlarmi ularni chiqarib o'tinglar. Ziyonkashlik qilish urushdan yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmag'icha Masjid-i Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjid-i Haram atrofida sizlarga urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shunday bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Allah tavba qiluvchilarga haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qiluvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush harom qilingan oy, urush harom qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga cheqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga cheqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar teng barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom olish yuzasidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik cheqilgan bo'lsa, sizlarmi ularga shunchalik cheqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan bildidir. Allohning yo'lida pul-mol sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ihson qilinglar. Ihson qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Haj bilan umrni Alloh uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajini yoki umrni ado qilishda to'sqinlikqa uchirsanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'ga, kala, qo'ydan nimani topalasanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, belgilangan joyga yetmaguncha chechanglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal
ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitqa o'xshashlar bo'lib, chechini tushirmasa, fidya qilish yuzidan 3 kun ro'za tutsin, yoki 6 miskinga 3 soat sadaqa bersin, yoki bir mol qurbonlik qilsin. Aminlikda bo'lgan chig'onlarda oranglardan umr qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun umr qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Onun hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu ya'ni umr qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm Masjid-i Haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir, ya'ni Shavvol, Zulqa'ida oylari va Zulhajja oyining dastlabki 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan ikrom bog'lagan odamning jinsiy aloqaga munosabatli so'z qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Haj uchun oziq elib olinglar. Eng yaxshi oziq taqvodorlikdir. Ey aql egilari, menga taqvodorlik qilinglar. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda, Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohning oti buvanglarni yod etgandek yoki uningdan ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Holbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ana shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'radi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob ep bo'ladi. Sanoqli kunlarda tashrih kunlari, ya'ni Qurbon hayitining 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlarida Allohni yod etinglar. Namozlaringlarning oxirida takbir etinglar. Minodan oldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib, hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi. Lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvohlik qiladi. Holbuki u sana va sana agashguvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi. U huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzg'unchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Alloh buzuqchilikni yoqtirmaydi. Uningga vaz nasihat qilinib yomon so'z harakatlardan qaytib, Allohdan qo'rqin deyilsa, g'ururi uningga gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, fitna fasodga teqimi azvalaydi. Uningga jahannam yetarlikdir. Jahannam nihoyat yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalariga to'liq marhamatlidir. Ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar.
ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan teyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolanisizlar. Chunki Alloh g'olibdir, ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ular yana islomga kirishni tark etganlar Allohning bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va ishning bitishini kutamdi. Vaolanki ishlar Allohga qaytariladi. Ey Muhammad, Isroil avlodidan so'rg'inki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Alloh uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kofirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi va mu'minlarni masxir qiladi. Holbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turadi. Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haqdinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga kitobni haqiqat bilan nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilar o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mu'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizlar teqi ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlardan ilgiri o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchirgan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey mu'minlar, sendan mollardan qandoq narsani sarf qilsa bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, mol-mulkinglardan nimani sarf qilsanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nimani qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Sizlarga jihad farz qilindi. Holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Ey Muhammad, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjid-i Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjid-i Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyonkashlik qilish, odam o'ltirishdan qattiq gunohdir. Ular yana kuffarlar qo'lidan kelsalar, sizlarni dininglardan qaytarib o'tishga qadar sizlar bilan davomli urushadi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir etib o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shubhisizki, iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana shundoq kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, sendan haroq va qimor to'g'risida so'rashadi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor, lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular sendan nimani sadiqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqni sadiqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad,
Ola senden yetimler to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni ko'paytirish, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda orlashib yashasanglar bo'ladi. Chunki ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uvchi va tuzuguvchini bilib turadi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga soladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularning nikohinglarga olmanglar. Hur mushrik ayol o'sin jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min dedek albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hur mushrik sizlarni maftun qilgan taqdirdimi, mu'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ana shular, ya'ni mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqirdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqirdi. Kishilar panda nasihat olsin deb Alloh ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. Ey Muhammad, ular sendan hayz to'g'riliq, hayzdor ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'risida so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Ya'ni hayz mezgilda jinsiy aloqa qilish xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Shunga hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar. Ya'ni hayzdan pok bo'g'icha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi. Haromdan va nijosatdan pok bo'luvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Yaxshilik qilmaslikka, taqvodor bo'lmaslikka va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'u qilmanglar. Ya'ni Alloh bilan qasam qilishni, yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Alloh so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Maqsadsiz ishgan qasaminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasdan ishgan qasaminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qiluvchidir, halimdir. Ya'ni bandalarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikka qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Alloh nihoyat mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatida kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Taloq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan bachchidonlardagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni bolani yoki hayzini yoshirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qilishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqlidir. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lishi kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikka ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Qayta yarashishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyli tutish yoki yaxshilik bilan zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib o'tish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tanmaslik, Alloh belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish tursunmaydi. Agar sizlar ular ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmaslikdan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini elish maqsadida mol berganligi uchun
u ikkisiga ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Onunğa xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir. Agar uni, ya'ni xotinni 3-chi qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha onunğa durust bo'lmaydi. Keyingi uni taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burunqa bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilamalariga rioya qilmaydiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'tmaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridirki, Alloh uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahmi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarashib, ularni nikohinglarda tutinglar. Yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyo yetkazib ularni tutib olmanglar. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxir qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'mati va sizlarga vaz-nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatni, kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shgan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan er bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ishchanglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu ya'ni vaz-nasihat elish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Onalar bolalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, 2 yil emitishi lozim. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qilib taklif qilinadi. Onani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik, otani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kelishib, bolani 2 yil to'shmasdan ayirib o'tmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar bolalaringlarni enik onalarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ishchinglarda o'z vafot bo'lib ayollar qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shgandan keyin o'zlari to'g'ri qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga yana shu ayollarga igdorchilik qiluvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Iddati to'shmagan ayollarga ularni oladiganliginglarni puritib o'ssanglar yoki buni dilinglarda yo'shirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eg'iz ochadiganliginglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yo'shirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkor aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddati to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan nazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, halimdir, osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yvatsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga muta belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga pul mol beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin.
Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrning yarmini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahrdan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tuguni o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa yoki tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. 5 namozga bo'libmi namoz degaga ahamiyat beringlar. Ya'ni bütün shartlar bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinchli qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga bilmaganinglarni o'rgatganidek Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Allah namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlar bilan shundoq o'tinglar. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib ayoli qilib qolganlar, ularning yana ayollarining bir yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga yana meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafaqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarni sizlarga mushundoq bayon qiladi. O'zlari manglarcha turug'liq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Allah ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlidir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Allah yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki, Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kimki Allohga qarz hasana beradi ekan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladi ekan, Allah onunğa neçəsə, yəni 10 həssidən 700 həssigacha ko'p qaytaradi. Allah sınash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sana Musoning vafotidan keyin Isroil avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergan, onun bilan düşmanlarga qarshi Allah yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar sizlarga jihad farz qilinsa jihad qilmay qolasizlarmi dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allah yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Allah zolimlarni obdan bilguvchidir. Payg'ambar ularga Allah haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Ular payg'ambarga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Aramizda podshoh avlodlar bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqlimiz. Uning ustiga uning mol-mulki ko'p bo'lmasa dedi. Payg'ambar Allah haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badinni bastlik qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga beradi. Allah'ın fazli kengdir, onunğa kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi dedi. Ularga payg'ambar aytdiki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musoning, Harunning tavallari qoldirib ketgan narsalar, Musoning hassi, kiyimi va Tavrat yozilgan ba'zi taxtalar qachilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda ya'ni sanduqning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikqa tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. Talut askarlar bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichidi ekan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan,
o haqiqatan menga tavadır. Onundan ussuzluqni bir az besish uchun bir o'chim ishgan odam buyruq xiloflik qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozgina kishidan boshqa hammasi onundan ishdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib, ularning bir qismi bugun bizning Jalut va uning askarlari bilan urushishga kuchimiz yetmaydi dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga ishindiganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Allah bardoshlik berguvchilar bilan birlidir. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamlik bilan to'ldirgan, qadamlarimizni urush maydonida mustahkam qilgan, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mu'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga saltanatni, hikmatni, payg'ambarlikni berdi. Onunğa xalğan nərslərini, faydalıq ilimlərini bildirdi. Allah insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan müdafiə qilib turmasa, kuchlik tajovuzchiga uningdan kuchlik bo'lgan birsini opridi qilmasa edi, yer yuzi albatta xaroblikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning qudratini yetkazish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan.